Xullas hammaga assalom alaykum do'stlar. Bugun bizda maktab savollari challenge, ya'ni bir-birimizga 15 ta savol beramiz. Kim ko'p topsa, o'sha yutadi va yutqazgan odam xohlagan narsasini olib berishga majbur. Ketdi bo'lmasa. Birinchi savol. Matematikada eng tub son qaysi? Tup. Tub son. Tup nima degan? Tup. Tub son qaysi? Kozim o'ylab turguncha siz like va obuna bo'ling tezda. 99. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Ne? Javob esa 2. Ikkinchi savol. YouTube'da eng ko'p podpishchiga Shu bola uchun like bosing. kimmi? Ha, Kim? hozir. Isirmish. Uchinchi savol. Plus 2 ko'paytirga 2. Javob nechi? 8. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Erkimniki. Noto'g'ri. Ha, 6 bo'ladi. Chunki birinchi ko'paytiriladi. Yo'q. Siz 2 plus 2 ko'paytirilgan 2 deyapsiz. Qara. Birinchi ko'paytiruv qo'llaniladi. Endi o'sha aytmoqchi edim. Kozim, qara. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarda nechta nol bor? 11. Beshinchi savol, qara. Instagramda eng ko'p podpishchiga bor odam kim? What? 2 hours later. Kim? Cristiano. Yo'q, Kim? Instagramda ko'proq. Do'stlar, mana shu o'zlar yozuvrilikamente qaysi biri ko'proq? 6-chi savol. Rim raqamlaridagi L harfi qaysi songa teng? 5000. Noto'g'ri. 50 ga teng. Yo'q. 50 ga teng. 7-chi savol. YouTube'da eng ko'p berilgan sovg'a qaysi? Ya'ni knopka. Kumush. Necha podpisaga beradi? 100 ta. To'g'ri. 8-chi savol. O'zbekistonda birinchi Vayner mashhur insonlar kim? Bekmanch. Noto'g'ri. Birinchi Vayner. Kim? Bittimi. O'zbekistondagi eng mashhur liga komanda. Habigdami? Futbolda. Futbolda Anam Tvoyev. To'g'ri. O'zbekistonda ko'ngil ochar kontent qilish bo'yicha eng ko'p podpishchiga bor odam Omonxon. To'g'ri. Parij qayerda joylashgan? Ispaniya. Fransiya. Qara. 11-chi savolga yetib keldik. Va nihoyat. 11. Qara. O'zbekistonda O'zbekiston. qo'shig'i mashhur bo'lib ketib 100 milliondan ko'p. Hazil ko'ylagimsa senikidan so'rashayotgani hazil emas. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas. Anvar Ummon Shohruxxon. Aytardi, tilim uchida turibdi, ishon. Ayting. Topdingmi? Ayt. Topaman. Ko'k jiguli. Ko'k jiguli, ko'k jiguli, eslatadi sevgimizni jiguli, qo'shni guli. 140 million yaqin. Men aytdim o'sha qizil ko'ylagimni. O'sha aslan aytgan aktyor. No, God, please, no! 12-chi savol. Matematikada
cheksiz soni qaysi songa o'xshaydi? 8. Yonboshlama qilsa-da. Ha. To'g'ri. Qara, O'zbekistonda deyarli 10 yildan beri ishlab kelayotgan ko'ngilochar kontent qiladigan jamoa, ya'ni 10 kuldiradigan yil. 10 yildan beri ishlayapti deyarli. 2016 bo'lsa deyarli. Jamoada u nima? Anavi U jamoa xalqlar do'stligi saroyida chiqadi. Agar topgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qo'yinglar. mayli. Откazka bering. Yo'q. Aytda chiqadi. Anu Tilamovchilar. Boshimdan. Ha? Boshimdan to'g'ri. Million. To'g'ri. Uzr aka, o'rtog'im o'ziga ichgan. Ichganmi hali? Ishtirabnoga, to'g'ri mashina ishtirabnoga ketadi. Menda bo'lgan chiqdi bizga. Ilkka kulganimizda basharangni ko'rib o'lib qoladim kulib. O'sha Tilamovchi 14 deydi. savol. Milliondan keyingi mashhur jamoa, milliondan keyingi daraja QVZ. Afaq Zomimi o'sha? Ha? yo'q. Nima? Kim? Topamadingmi? Yo'q. Dizayn. Lekin jamoada kattasi siz shekilli, sab turib, oxirgi marta 4 yil oldin ko'rishgan ekan. Lekin tarkib o'zgarmagan, bro. O'chirt yurgan paytda Buratina o'z dardini ota-onasiga doston qildi. 15-savol, qara. YouTube'da 10 million podpисчикka erishgandan keyin qanaqa knopka sovg'a qiladi? YouTube. Nimadan qidiraysan? Google yoki ChatGPT? ChatGPT. 2000 years later. Olmosli tugma. Olmos. To'g'ri. Tugma. Okay. Agar hamma haqiqatni gapirsa, yolg'on nima bo'ladi? Yolg'on gapirish yo'q bola. To'g'ri. Nima javob? Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Ikkinchi savol. Bir soniyada butun dunyo to'xtasa, sen ham to'xtaysanmi? Bir soniyaga to'xtasa, Ha. bir soniyaga to'xtasa, Agar dunyoda bir soniyaga hayot to'xtab qolsa, sen ham to'xtaysanmi? Bir soniyaga. to'xtab qolaman. Chunki hamma to'xtab qoladi-yu bir soniyaga. To'g'ri. Okay. Bir plyus. Uchinchi savol. Okay. Qaysi narsa bo'linadi, lekin hech qachon kamaymaydi? What? Eng qiyin savollarni yozganmisan, nimanda Kozim? Bilmayman. Nima? Javob nima? Javobi raqam ili vaqt. Endi 4-savolga navbat. Agar vaqt orqali yursa, xotiralar nima bo'ladi? Vaqt What? orqali, qani orqaga yursami yoki oldingami? Qarang, savolni yaxshilab eshiting, to'xtang. Agar vaqt orqali yursa, xotiralar nima bo'ladi? Vaqt qani xotiralar. O'sha Xotiralar qaytadi. Xotiralar qaytadan bo'ladimi? Yo'q. Noto'g'ri. No, God! No, God, please, no! No! Xotiralar o'zgarmaydi, faqat kelajak o'zgaradi.
Endi 5-savol eng qiyin shekilli. Menimcha, 0 ga bo'lish nima uchun mumkin emas? Chunki bo'lib bo'lmaydi. To'xtang. Bo'ldi. Qanday? Bo'lib bo'lmaydi. Bo'lib bo'lganda bo'lardi. Noto'g'ri. Nima? Chunki matematikada qat'an aniqlanmagan cheksizlikka yaqin u 0 soni. Bitta ham topaman, bitta Bitta topdingiz. topdim. Bitta topdim. Endi 6-savolga qarang. Masalan, maktabda eng chiroyli qizlar nimaga parallel sinfda o'qiydi? Voy Emotional damage. Davay. u uchun. To'g'rimi? Nima uchun? Kommentariyada yozib qolinglar. Like bosinglar do'stlar. Böyle. Javobchi. Do'stlar, videoni aynan shu joyda like va podpiska bosinglar. Kommentda savollarga o'zingiz men topolmagan savollarga javob qoldirib keting, iltimos. Podpiska bo'linglar, tezroq mingta bo'linglar, iltimos do'stlar. Agar mana shu video mana endi 7-savol. Agar sen o'zingni ko'rsang, sen aslida kimni ko'ryapsan? Jiddiy savol lekin. O'zimni ko'rsam kimni ko'rgandek bo'lamanmi? Eng oson savol. O'zimni ko'rsam kimni ko'rgandek bo'lamanmi? O'zimni ko'rsam o'zimni ko'rgandek bo'laman. Nimada qanday ko'rasiz o'zingizni? Oynada. To'g'ri. Eng oson savolni bit ikkinchisini topib qo'ydi-ya. Mana endi 8-savol. Qaysi narsa qancha ko'p olsang shunchalik yengil bo'ladi? Paxta? Noto'g'ri. Nima? Bo'shliq yuk kamayadi. Oson savol. Bo'shliq narsami? Mana endi 9-savolga o'tamiz. O'sha agar hamma narsa yo'q bo'lib ketsa, bo'lib ketsa hech narsa qoladimi? Hech narsa qoladimi? 9 Hamma narsa yo'q bo'lib ketsa hech nima qolmaydi, beparasat. Yo'q, hech narsa ham shuncha. To'g'ri. 3 ta topdi, 3 ta. Ishon. Savol. Qaysi narsa sindirilmaydi, lekin hamma uni sindiradi? Men bildim. Yurak. O'shalarga bor agar sevsa seni, mendanam kuchliroq kerakmi senga? Mendayin tilbaroq, oshiq u bemor. Qalb. Ishonch. Yo'q. Nima? Va'da promise. Emotional damage. Qanaqa savol? O'tir. Qayta topdik hozir. Yusuf eng qiyin savollarni yozayapsan, to'g'rimi? Yo'q. To'g'rimi? Dunyodagi eng oson savollar bu. Eng oson. Mana do'stlar, 11-savolga ham yetib keldik. Agar oyna yo'q bo'lsa, sen o'zingni qanday bilasan? O'zimni qanday ko'ramanmi? Suvda ko'raman.
Noto'g'ri. Qarang. 11-savol o'zingni ichki his bilan bilasan. O'zing Voy, onalarini hurmat qilib. Ona yo'q bo'lsa, qanday o'zing bilasan? O'zing ko'rasan deb tushunibman. Sog'sam ishon kerak emas o'zi. eshiting. Qaysi narsa har doim oldinda, lekin hech qachon ko'rinmaydi? Oldinda lekin ko'rinmaydi. Agar uxlagich Maqsad? kelmang, yo'q, Orzu. kelajak. Ishon, video o'zi stop, men yutqazsam, men olib beraman deb bu narsa. Tanavordi-yu, tanavordi. Video shu joyida albatta like bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar, nonini yaxshi. Men Kozimjonga xohlagan narsasini olib berdim. U bitta chips va bitta mojito oldi. Siz esa hozirgina like va obuna bo'lib qo'ying. Xayr.